Ana shu qishloqda bloger do'stlarim bilan 24 soat qolamiz. Let's go! Omon qo'tan Toshkent sharoitida katta bo'lgan blogerlarni qishloqda 24 soat vaqtda qanaqa o'tishini bugungi videoda ko'rib olasizlar. Yaxshilab joylashib oling. Video sizlarga yoqishi aniq. Ha o'rtoqlar, Kamol Qohorov YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Hamma so'radi qishloq videosini. YouTube'da 24 soat qishloq videoyimizda hozir kelib 10 milliondan prosmotr oshib ketgan. Sizlar so'radinglar va nihoyat ikkinchi qism uchun men albatta yana o'zimizning Toshkentni oldi bollarini to'xtanglar. Qatligini jigarimni o'zlari ayta qolsalar. Zolda sostav. Samarqand, Urgut, Omon qo'tan, baby! Davay! Bizda qizlar ham bor. Toshkentning oldi qizlari. Bular albatta Yunetda Zarina va Dudosh. Sakin. Qatta biz aytinglar, o'zinglar aytinglar, qatta. Samarqand, Urgut, Omon qo'tan. Oxiri zo'r chiqdi. Oxiri Omon Qo'tanmi? Qo'tan zo'r chiqdi-da. Ishoninglar, 24 soat biz mana shu qishloqda vaqt o'tkazamiz. Bizani oldin nima kutayotganini hali o'zimiz ham bilmaymiz. Shuning uchun hozir o'zida albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va mana shu videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Menimcha bolalar, qizlar nima deyapsiz? Birinchi kiyimlarni almashtirib, haqiqatda qishloq vibe'iga kirib olish kerak. Keling biz birinchi bo'lib qishloq vibe'iga kirib olamiz. Let's go. Bilmadim, endi nima deysizlar vallahi o'zinglar. Eshma, otaymi shu kalishda? Otaymi? Иди, пожалуйста. Куда идти? Моего сердца. Hozir biza birinchi o'rinda albatta ovqat tayyorlashimiz kerak. Qorin och, zavtrak qilib olish kerak, to'g'rimi? Tushlik qilish kerak. Lekin biza bozorli ham qilishimiz kerak birinchi o'rinda. Bozorli yo'q. Bozorli yo'q, Bu yoqda bozor bormi? Do'konlar topamiz, majbur. Nima qanaqa yashaydi bu yerdagilar? Nima deb o'ylaysan? Omon qo'tan, Sila, Samarqand, Urgut, Omon qo'tan. Это не шутки, мы встретились в маршрутке под номером 1. Едем мы, молчим, он говорит доброе утро, а я не слышу будто. Dunyoga keldik, bozorga bordik, kafallik oldik-ku, bozorga bordik. Можно bitta savol. Почему bolalar bunaqa noodatiy stilda kiyingan? Qanaqa noodatiy? Biza cho'tki takoy. Нет, типа, zачем man bu shortikni baland qilish shart edimi? Nima qilish? Baland qilish. Balanda tanda. Ochilganda keragi yo'q ekan, nafas ochilganda menga ber xudo qayma yo'q. Baland. 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 Yo, bular o'zicha retro. O'zicha? Qara, yaxshi munosabatimizga hozir nuqta qo'ymoqchi bo'lsan-a? O'zicha nima Biz deyapsan? endi yaqin bo'lmaymizmi shunda? Ha? Yaqin bo'lmaymiz. Уже anchadan beri yaqinlik bo'lmayapti, так что нормальный. Yunga ketu. Yur, men bilan yur, zo'r gaplarim bor sening. Yur. Xatga. Quyosh qiladi, jiz-biz qilamiz. Yur. Jiz. Yur, jiz-biz qilamiz, yur. O'zinglar ko'rib turibsizlar, shunchalik uzoqdagi qishloqga shuncha blogerlarni, shuncha operatorlarni olib kelish menga arzonga tushgani yo'q. Lekin nima arzonga tushgan bo'lardi, men juda yaxshi bilaman. Albatta, aviasozuzda arzon aviya chiptalar. Nimaga deysizlarmi? Hozir tushuntirib beraman. Bilasizlar, men juda ham ko'p sayohat qilaman va har doim aviasozuz ilovasiga kirib, o'zim bormoqchi bo'lgan davlatni va menga mos kunlarni tanlayman. Shunda ilovani o'zi menga eng arzon aviya chiptadan boshlab eng qimmatigacha chiqarib beradi. Men bo'lsa shunchaki o'zimga mosini tanlayman xolos. Men xoh shunaqa tog'li hududda bo'lamanmi, shahar markazida bo'lamanmi, uyda yotgan bo'lamanmi, bemalol hech qanaqa ortiqcha harakat qilmasdan birgina ilova orqali chipta xarid qilsam bo'ladi. O'rtoqlar, videoning opisiyaniyasida havola bor, o'sha havola orqali o'tib, aviasozuz bilan birgalikda sayohat qilsanglar bo'ladi. Videoni ko'rishda davom etinglar. Eng qiziq joyi hali oldinda. Ketdi o'rtoqlar. Biz davom etamiz. Bularni gapi mayli-yu, vibe chiroyli lekin qishloq shu daraja chiroyli emas. Atmosfera qarang, tog'lar qarang, jeko balandligini. Реально peshkommi? Qizlar, tezroq yuringlar.
Shohruz, magazin bor deb qayerga olib ketyapsan? Mana Mana aka magazin. Azim, ke по приколу домнозикевni ko'ramiz. Давайте. Repetitsiya qilaylik. Repetitsiya. Let's go. Don, ziki. Sağlam aşkına şöyle yüklerim ben oyun diyeceğim. Vanya zakina. Vanya zakina. Nima bu? Tarvuz olaylik. Toruz olaylik. Toruz emas, tarvuz. Toruz. Bizda Farg'onaliman, deymi? Bizda toruz deyiladi-da. Toruz? Bizda toruz deyiladi. Sizlar tarvuz deyiladi, bizda toruz deyiladi. Oo, mana mami. Hop, bitta savol, sizlarda toruz qanday bo'ladi? Torvuzmi? Bizda toruz deyiladi. Toruz, Farg'ona toruz. Sizlar tarvuz? Ha, tarvuz. Tarvuz, bizda toruz. Nega tor? Torvuz? Tormi, dutormi? Torvuz. Akam xap bo'ladi. Akamga ishonamizmi tarvuzni? Da, давайте, ben shonaman. Qaysi tarvuz Jeko? Tekon yo'g'rilgan joyi bor-ku. Jeko bu juda kattada, aka, bo'lmaydi bu. Ko'pchiligimiz-ayu. Kim ko'taradi buni? Yunka. Ko'tara olmaysanmi shuni? Ko'tara olaman. Shuncha gap ko'tarib yuribsan, baribir. Vay akam. Nima tayyorlaymiz? Nima tayyorlaylik? Aka nima tayyorlaymiz? Ha? Nima tayyorlaymiz? Ayting. Nima tayyorlaymiz? Ha, ovqat. Xon bilan saysika. Bo'ldimi? Nimani tayyorlash bilasiz o'zingiz? Любой narsa, реально. Fizika. Variant makaron qilish. Makaron palov boru. Makaron palov. Hozir men o'yladim. Xom sasiska yeymiz deb o'yladim. Idealniy variant. O'zinggachi. Вот, ужинga давайте тушенку и картошку возьмем. Karshi qo'rib ustiga Тушенку tushunki. qovuramiz, ha? Lekin jay ishonmayman deb mazali chiqishiga, no, давайте попробуем что-нибудь. Kartoshka olaylik. Jeko aka, ashti hech nima qilmayapsiz aka siz. Nima qilish uchun kelmadim. Kartoshkani hal qiling, aka hech bo'lsa mana kartoshka tanlaylik. Dudosh bilan kelaylik aka, kartoshka tanlaylik. Yuring aka. Bola ko'p yeydi-yu. 3 ta olaveramiz, 4 tami yo'q. Yemaysanmi? Halolmi? Isuvdik mumkin emas. Qani o'qich halolmi? Qarang. Halol. Halol, halal. Yeymizmi, yo'qmi? Men yeyman. Tista o'zim yeyman. Ishlaymiz shunda. Yo, ani sayt nima desalar, o'shani yeb beraman. Tarvuz marvuz bo'lsa. O'shanga tarvuz yeyman unda. Shohruz yeymizmi buni? O'shanga nima deysiz? Yeyman jonim. Ужинga nima yeysizlar, o'shani olib hammaga yedirasizlar. Chunki biz tanlagan ovqatimizni sizlar yemayapsizlar. Unda biz sizlar tanlagan. Pishirib berasizlarmi? Biz masala qolsak, Da, хорошо, nima pishirib beramiz? tushunki bilan makaron yeyman. Jeko, Yunka, bu yoqqa keldi. Qaysidir videoda Jeko tarvuz tanlash bo'yicha eng zo'riman degan edi. O'shani hozir keltirib beradi. Bitta tarvuz Jeko tanlaydi, bitta tarvuz sen tanlaysan. Kimniki zo'r chiqsa, o'shanga mendan priz bor. Qancha? Ha? Qancha tezda gapiring. Joyida gapiring. Sizga qancha? Qanaqa priz? Secret. Hop, kameraga ayting, bor. Kamerani oldiga borib ayting. Eshitmaymiz. Давайте. Tanlay Jeko. Men tanlab bo'lganman. Mamiz yaxshi bor katta. Jam aralashma, bu yerda battle ketadi. Shumi Jeko? Shu tarvuzni tanladingiz, to'g'rimi? Men bu yashilligi bo'yicha sen bildingki toshtob bu pishgan. Men tarvuz tanlashni bilmayman. Umrimda birinchi marta tanlayapman. O'shanga Kattalik uchun yoqdimi? Ну, типа, примерно mana shu pishgan deb o'ylaysan. Da. Rahmat. O'shab ko'rib, masa yoqdi buni, kattaligimi? hozir aytdim, qaysi joy bilan ishdingiz, azim? Azim. Nima uchun aynan shu tarvuz pishgan deb o'ylaysiz? Men unaqa ish pishgan, yashil ekan, men qizil ekan deb o'tirmayman. Shunaqa qaradim, bo'ldi. Bu tarvuzga javob berasiz. Ustali javob ber. Bo'ldi, esdan дай мне. Ya og'ir ko'tarma. Ne normal. Og'ir ko'tar. Aralashtirib qo'y. Ya. Qo'ysa ishcha. Chidamasdim. Nimaga chidolmayapsan? Iching ketyaptimi? Xo'p, men borib bardakdan boshim og'rib ketyapti. Shuncha odam, shuncha har xil gap so'zlab, hozir shuncha narsa olamiz, qanaqa endi bularni ko'tarib boramiz? Tarvuzlarni, boshqa narsalarni dudosh ko'taradi-da bugun dudosh. Ko'tarasanmi? O'zimmi? Bo'lsa, naunchini to'chunarasan. Yo'q, ko'taraman. Xarakteringizni misol uchun. Hammasiga rozimisan? Ko'cha o'rtasida yuzta jo'ralardan to'yolay. Xo'sh, biza bozorlikni bir amallab qilib keldik. Bizda ikkita jamoa bor, qizlar va bolalar jamoasi va bizda ikkita ish bor. Bittasi bu zavtrak tushlikni tayyorlash kerak, tuxum sosiskalarni. Ikkinchi ish mazza qilib, chiroyli qilib uxlab berish kerak. Yo'q. Ikkinchi ish biza o'tiradigan joyi hozir, ko'rpalarini bosh asosiy to'g'rilash kerak bo'ladi. Bolalar biza ovqat qilamiz, qizlar ko'rpani tayyorlaydi. Chunki o'tgan gal
qizlar bizga zavq qilib bergan. Da. Sen o'zingni o'zing qiynayotgansan. Ketdi, jigarim. Chiroyli joyda bemaza ovqat berganman. Нет, biz sizlarga ishonamiz, yaxshi qilib berasizlar sizlar. Voy, sen agar piknik bo'lib olsang, bizga zo'r qilib bermaymiz. Нет, men sizlarga rostdan ishonaman, bu piknikligida gap emas. Da, всё. Biz ovqat tayyorlaymiz. Zarina, sekin qilish kerak iloji boricha. Chunki bizni tez-tez keyin ovqatga qarab. Tushdi. Hayotda bo'lmaydigan narsa. Bля, ovqat qilish настолько впадло. Mazali taomlanishga tayyor turing. Mazali taomlar. Nima? Mazali taomlanishga tayyor turing. Mazali taomlanish. Televizorga ko'rsatib bo'ladi azmanchi. Milliy TV, MyFake'mi? Xo'p, mana qanaqa qilamiz? Ochiladimi bu? Ochiladimi? Munchoqi. Ha, yotaylik. Millimetrgacha hisoblaylik. Qancha tortargansa bo'ladi. Sal tortarkanman. Yo, bu нормальный вроде бы. Stol qirrasi bilan bir xilmi? Нормальный. Ha, tortarkanman. Xo'sh, nima qilamiz o'zi? Anaqaga. Tuxum qilish kerak. Menga skоворodka topib berasizmi? Ha, rakvinam tegdi. Ha? Rakvinam tegdi. Ochkisini. Va Shohruz qani? Tarelkalar kerak. Qoching. Radarda yo'qoling. Mayli. Yordam bermoqchi-da endi. Yordam bermoqchiman. Aniq podдержка ko'payib ketdi-da. Ha, ishdan qutildingizda. Bu kuningdan o'lgani yaxshi sani. Sani bu kuningdan o'lgani yaxshi. Qizlar просто ishlatyapti buni. Kichkina. Uyat, lekin Dahki ovqat qo'y. Aqtiringlar. Qora mehnatni qizlar qilsin. Ketdi, ovqat qilamiz. Aqtiringlar. Mujik. Qiyin. Tozalash, qiyin, gryazli ishlarni qizlar qiladi. Qildiraman o'zim. Biz ovqat qilamiz. Какие вы отвратительные. Давай, домой тогда. Xomroq pishganimi yoki Keyin yordam beraman. pishgan? Что хотите сделать? Давайте yordam berishni. Biz men o'zim qilaman. yordamga muhtoj emasmiz Men biz. o'zim qilaman. Azim Yunitda yordam bermoqchi ekan. Yordam o'zingga ber. Yunitda xafa bo'lganini qaranglar. Yunitdani. Jonim men o'zim, do'mbog'im. Unetda xafa bo'lsa Voy! Я хаваю сейчас. Я хаваю. Bu dunyoda faqat ayollar va ularning bolalari yashaydi. To'ppa-to'g'ri. Endi qarang. Yo, bu propagandaga men uchmayman. Любой holatda, любой как ни крути, ayol kishi jертва bo'lib qolaveradi. Так что men jimman. Tozala. Xo'p, Tozala. Nima dedi? Azim nima dedi eshitmadingiz-ku? Bu dunyoda ayol kishi va uni bolalari bor dedi. Ya, tozalama bilan nima? nima unda? Tozala. Iltimos o'rtoqlar, hozir kommentariyaga shu turishda menga yoqib yuringsiz bemalol. Jeko uy bekasi deb yozib qoldiringlar kommentariyaga iltimos. Просто kommentariyaga tushasizlar. Jeko uy bekasi deb yozib qo'yinglar. Akam baxti mashdan topilar ekan-da. Akam, jonim, akam. Akamning erga tegan xotin ish qilmaydi. dunyodagi eng baxtli xotin bo'ladi. Bunga yog' solmaydi Jeko. Okay, bu skоворodka yog' bilan to'ldi-yu. O'rgatma menga. O, davay. Hop, uy bekasini ko'ramiz o'rtoqlar. Qara, qaysi biri baland past qilyapti buni? Menga vilka bilan tuz olib kel. Bu baland, bu past. Vilka bilan tuz. Jeko nima qilyapsiz? Unaqa qilmaydi-yu. Borgin. Yo, Jeko. Bor, Amlet qilsku. Bor ishini qil. Amlet qilayotganim tuxum qolma. Yo, kim mana shu tuxum qiladi? Skоворodka qilmaydimi tuxumni? Ya, amka aralashtirib oladi-da. Amlet bo'lib qoladi-ku bu. Nada. Sizlarga yordam kerak yo. Yordam beringmi? Bitta odam ikkitadan qilaman. Borlaring, ishlaringni qilinglaring. Yordam kerak emasmi? Yo'q. Jeko, oka. Mana, oka. Yog' bilan bir bo'ldi mana shu, yog' bilan bir bo'ldi. Yog' uriladi. Просто ko'p tuxum Ha, ketadi-da. yig'ishtirgan bor. Bunaqa muomala qilmang, qiz bolaga nisbatan. Men yordam kerak emasmi deb keldim. Mana, yordam kerak emas. Yordamni yaratgandan olamiz. Bandasidan yordam kerak emas. To'pa-to'g'ri aytyapti, sen og'aynim nima deyapsiz? Hamma bu dunyoda o'zini belgilagan ishini qilish kerak. Shuncha bor tozala. Unaqa ko'p gapirib yubormanglar, hozir jertva bo'lib qolaman mana. Lekin ko'p gapirib yuborasiz, Azim. Bunga nisbatan ko'p gapirib yuborasiz. San Imенно menga nisbatanmi? Yo, ayol kishiga nisbatan. ayol kishiga nisbatan san isqirt odam ekansan. Men isqirt odam ekanman. Nima deysan endi bunga? Ha, Mana Azimni video bo'yicha mana. Tarjima deylarmi?
Charchab qolmadinglarmi qizlar? Charchab qolmadingizmi Yunitaxon? Yaxshi, давайте я помогу сосиски. Не надо. Naqadar qizlarimiz zo'r, hammasi yordam beraylik, deyapti. Ha, bilmadim. Menimcha oldingi videolarda hate bo'lgan bo'lsa o'zgaryapti qizlarimiz. Aqlli. Bolalarimiz ham o'zgarsa, qizlar ham o'zgaradi. O'zgaruvchi erkaklar Ruhiyatda birga ishlayapmiz. Ana bitta ikkita gap so'z. Voy, mana Yunitda voy yomon lekin plyuska ishlayapti Yunitda bugun. Realni lekin yozdinglar, kommentariyaga Jeko uy bekasi deb. Qaranglar lekin yozmagan bo'lsanglar. Bitta aka like so'rab yuboring o'zingiz. Like, kommentariy tez bosib qo'yish kerak lekin. Realni bunaqa mehnat, bunaqa video bilmadim. Agar bosishmasa, hali ham bosmagan bo'lsa lekin. Xo'sh, o'rtoqlar, sizlarga bitta muhim gapim bor. O'ylaymanki, qishloqda 24 soat videosini ikkinchi qismi sizlarga yoqyapti. Agarda 3-qismi chiqishini xohlasanglar, shu videoda 100 mingta like, 25 mingta kommentariya qilasizlar. Va biz sirazi qishloqda 24 soat videosini 3-qismini syomkasini qilamiz. Like, komment esdan chiqmasin, videoni ko'rishda davom etamiz. Men sizlarga bog'dan meva terib kelsan, nima deysizlar qizlar? Davay azim lekin kimdir olib keting o'zingiz bilan. bog'ga kirsam maylimi? Gullar tersan maylimi? Kelin bilan kuyovni Bitta o'zingiz zerikib qolmaysizmi? Ana Zarinani olib keting azim. Zarinada yoki Yunitdami? dudosh bormoqchi ekan. Azim, dudosh taklif qilmaysiz bog'ga. Bog'ga men bilan Bog'gami? mevalar terishga. Bo'pti. Ko'rding, bitta diyodim edi. O'lib turgan ekan-a? Oshxona emas, jon yuragingda. Xo'sh. Bog' qayerda o'zi? Ha, bog' olmabdi. Boramiz yo'q. Shoshilmagin. Achichuni ustiga zo'r ketadi-deb. Hidi zo'ra. Xo'sh, juda ham ajoyib bog'imizda mevalar yo'q. O, mana. Ajoyib bo'lgan. Bu yopishmagan bu. Bundan kattasi. Sal nariroqga boraylik, o'sha yerda zo'rlari bor edi. Qani? Ko'nigimni etagiga olaman. Qatingi? Etagiga. Tagiga? Etagiga. Ha, etagiga. Davay. Qani solingchi. Hop, hop. Tishlab ko'ringchi qanaqa ekan. Ha, tishlab ko'ringmi? Bog'chalarda qizil gullar terganda men dedim sen lolalarning yanog'ini ko'rganda men dedim sen Bermaysan bularga? Qo'lim bosmasdi. Lekin kelmayapti degan undan ko'ra. Mana bo'ldi. Qo'lim bosmadi bilan. Namyoq tushmaydigan bola bilan. O'rgansam bo'lmaydimi? O'qmisan? Men qo'lim odobliman. bosmas degani, yedirib qo'y degani bu. Odobli bo'laman. Qayerda yeyman, qo'lim bosmas bo'lman. Ha, shu turibdi. Bir ikkitim o'tmasan ham. Давай. Quyosh qilar jiz. Ikkita asal qiz. Soqqa sanar dirs. Oka bilan toshni taniz. Ikkala qo'l rulda. Lekin tana o'yinda. O'tirmagan o'yda. Birga bo'lgan kuyda. Na. Akam uchun xursandman. Ne? Siz uchun xursandman aka. Nima deb o'ylaysizlar? Yunitda bilan Jeko akam bir-biriga qanchalik mos? Birdan 10gacha kommentariyaga baho berib qo'yishdi. Atrofingda men sarson chiroylisan hammadan aytgin sen menga qachon sevaman deb aytasan zir yugurgan ortingda shahzodalar juda ko'p kel o'shalar oldida men g'aribni bitta u kel o'shalar oldida men g'aribni bitta u mujik. atrofingda men sarson Anta mujik deb cho'qinib o'tiribman bu. Nima qilib cho'qinib Biz o'tiribsiz? klip oldik, klip. Sorry. Dudosh yur, pomidor terib kelamiz. Yana men bilanmi? Boshqa variant yo'q-da. Hatta ovqat qilishim. Yur. Boraylik. Ha? Boring kelyaptimi? Keyinroq chiqamiz boshqa mevaga. Charchab qolibdi-da ozginada, o'ziga olsin. Charchab qoldingmi, yuraverib. Ukangiz men bitta mujikman deb anta Dudoshga cho'qinib ashlaytib berib o'tiribdi. Ya, klip oldik, Jakob. Yo, klip bahona, aka, klip bahona. Sana terpilasan. Atrofingda deb klip oldik-da, olmalar terayotgan bo'ldi, men bundoq. Mujiksan ukam, romantika ayta. Romantika klip olmam.
Shu romantiklikmi? Обсуждать qilmaysiz-a? Дорого не судите, пожалуйста, хорошо? Azim, Hop, labbi. uyg'onganlar vazifasi nima jigar? Qolganlarni ham uyg'otish. Ana, ko'rdinglarmi? Ha. Sotilganlar otilmadi. Otilganlar sotilmadi. Oo, qani. 3 kishiga ichish mumkin deyishgan. Kimga? Daydi darveshga, Hop. shohga va Devona Azim. qanaqa devona, uski kruga. Давай, let's go. Endi bitta akam, sizdan bitta akam. Qani? Nima? Mana shunaqa bitta sitatni gap, sitatni. Bitta sitat. Kстати, Va, yanami? Ha. O'zbekchada yo'qmi, o'zbekchada, aka? Ya ruscha bo'laversin. Kстати, тебе не идет без меня. Voy, Bilmadim lekin, Jeko. uyimdagilar ham xavotir olayotgandir. Ota-onam, yaqinlarim. Bo'lajak turmush o'rtog'im mendan xavotir olayotgan bo'lsa, o'g'lingiz yaxshi ona, o'g'lingiz qishloqda ona, sog' salomat. Xavotir olmang. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Milka как будто бы kerak emas non bilan shundoq yevoradigan joyi, как будто бы. Milka yo'q ekanda. Vilkani olib chiqdim, jonkalarim. Уже qo'ydim stolga. Jonkalarim, dochalarim. Video haqida fikrlar qanaqa o'zi, qalay ketyapti? O'zinglar kommentariyaga yozib qo'yasizlar, men nima ham derdim. Qishloq vibe, internet yo'q, umuman aloqa yo'q, ishonishinglar uchun. O'ylaymanki, ko'rindi, rostdan ham umuman bu yerda aloqa yo'q. Internetsiz, aloqasiz. Shunchaki o'zimiz mazza qilib vaqt o'tamiz. Unetdan qaranglar xizmat qilishini. Voy. Asojday. Xotin seni yaxshi ko'raman. Jeko eplolmabsiz lekin tuxumlarni, aka. Menga boshqa farqi yo'q, shon. Tuxumni tayyorlagan Jeko akamga menimcha rahmat. Men Jeko akam Yoqimli ishtaha osh bo'lsin. Joningiz omon bo'lsin, Doniyor aka. tuxum qo'ring degdi, omlet qildilar akam. Mana bu nonni bilgan biladi. Yegan odam o'zi biladi. Juda zo'r. Bilishingiz uchun biza qolgan hovlida eshik bor ekan va mana shu eshik hozir bizani xizmatimizni ozgina qiladi. Oy, привет, красавчик, qalaysan? Buni kim duxi bor, bunda ushlab olib chiqadi eshikni. Dondonski, Qizil давай. bo'ladi, qizil bo'ladi. Voy, O, yunetdi. Nima bo'ldi? Eshik bilan gaplashasiz. Senga minadimi kimdir? Hamma minadi bunga. Nima qilish mumkin yana? Don ziki. O, Zarina bilan Azim. Qani Azim Dondonski bo'yicha masterligini hozir Men o'zim olib chiqaman. O'zi olib chiqasizmi? Azim o'zi olib chiqar ekan. Davay, delay. Paprikol o'ynab. Paprikol og'aylaring bilan paprikol. Jinni. Qani? Delegras. Baq, Voy jonivor. Baqirolmay qo'yadi. Беги. Ha, jonivor. Jonivor yema. Ey, не кричи на него. Nima baqirasiz? Eshik bu, men odamman. Arzim edi. Delegras, давай. Xudoyim, ko'ngillarim siqilib ketdi ko'rib ishoninglar. Shu ichinglarda eng yengili menman-da. Shu bechara eshik qiynalmasin, o'zim chiqib. Manbalikmi? Charchadim. Men домой хочу. Qani? Qizlardan kim aniq qilar ekan? Azim o'tirar ekan. Duzosh o'tirasiz. Men eshikni o'ylab o'tiryapman. Qani, молодец, давай. Давай. Qo'l berib tursizlar. Og'aynis keldi, qara urush beryapsan. Duzosh. Eshikni boshqarishni bilsang boshqar. Sen ustida o'tiribsan. Bo'pti, O'z. Qiynamanglar, eshikni qiynamanglar. Eshikni mehnat haloli, go'shti harommi? Ha? Dudosh qalay mazzami? Azim nesh puldan mindiryapsan? Eshiklar mindiroz aka. Sizlarga arzon masaj bilan. Bo'l, keyingisi kel, tush endi. Bo'ldi, Dudosh yetadi. Aytadi. Ketdik, og'ir anu ikkalasi. Bo'l, tush. Qani? Zarina chiq. Davay, Zarina. Ko'rpachasini to'g'irlab. Asalim qo'rqma, men ham bilaman. To'xtanglar. Ye. Yaxshi bo'ldi. Joyimni topib olay. Ayda! Yur jonim, osol. Davay. Delegras yuguramiz ketdi. Yuguramiz Delegras. Bechara xo'rlangan eshak.
Kimni xo'rlamoqchi? Voy, bu nimalarni ko'rmagan bilmaysan deb o'tdi. Ucha arava tortadi bilasanmi? Gadolar aravasi tortib yuradi u. Bitta Jeko o'tirish kerak menimcha. Qani Azam. Akangizni o'tkazing, akangizni. Eshak minadi bu. Eshak boshqaryapti. Jeko. Voy, belisini qoldi. Eshak bundoq qaradi. Radoy. Cho'tam. Noto'g'ri o'tirdim-da, to'xta, o'tib ketsin. Yur. Yaxshi, eshak. O, Jeko yuguryaptimi? Jeko qo'rqadi. Yiqilishi mumkin. Yo, yugurmaydi. Men to'g'risini aytsam, otga minmaganman. Birinchi marta minmoqsan nimadir? Birinchi marta. Jeko tushmang, voy. Bo'ldi, yetadi menga ukam. Qo'rqdimi? Men otga minmaganman-da. Kel, ukam. Haqiqiy Samarqand omon qo'tamchi. Men o'zim. Yo, o'zim. Rulvoy o'zimda Jeko. Qo'ying. Yor janovar, chas. Shildir suvlar oqar. Mahallamni arida. Qizlar uchun jonga yoqar. Aylonamiz qor yo'lida. Aylonamiz o'rgula. Voy mana. Bolalar chekaga. Voy, shoh o'ziga oldi. Uchayaptim. To'xta. Ko'rpachasini olinglar. Yunka, davay. Ustiga chiqish kerakmi? Yo, tegiga tush kerak. Bu жалко. Yo, mana ikkita qizam uchdi-yu. Qani bittama o'tirib ko'ray, Jeko. Kamol aytgancha Kamol. Odam qo'rqar ekan-a? Kamoldan keyin Azimdan keyin Yunka. Niye men o'tirmayman? Razg'on, mazza ekan, lekin bilmadim, men mazza qilyapman. Kamolga bitta adrenalinmi? Yo'q, Shohruz, yo'q. Hemen tusholi. Azam, davay. Davay, Azam. Davay bo'yin. Azam bitta yiqilib beradi. Eshakni Yaqinla. O'zingizmi? aka uka bilan. Иду. Я не сяду, men o'tirmayman. Почему? Rahmim kelyapti meni Otga rahming kelmaydimi? Bu ham shunaqa. Men otga bir marta minganman, ito urmaganman, hech narsa qilmaganman, prosta ustida o'tirib berganman. Shunaqa AI tarqiydi. Shunaqa Eshak bilan adashdi. Yunkani o'tkazish kerak menimcha. Hamma o'tirdi yunatda. Ne, Yunka. Biza hayvonni qiynamayapmiz. Bizda nima yo'q, mana qaranglar. Eshakka yomon muomala qilamiz. Eshakni rostdan ham odamlar minadi. Eshakka o'tiradi. Urish. Qanaqa urishmi? Cho'cho'yapti. Mana. Yunkan xarakteri bor-da. Yoqmasa bermaydi, o'tirmaydi anaqaga. Давай я поведу обратно. Обратно oboraman. Hop, unda qaranglar, bundoq. Mana kelishamiz, yunatda keling. Endi to'g'ri tushunasizlar. Qishloqda 24 soat. Men birinchi marta mana hozir eshakka o'tirib ko'rdim. Endi hozir yana bir boshqa hayvon bilan bizda uchrashuv bo'ladi, jonzot bilan uchrashuv bo'ladi deylik. Va o'shanda yunatda yo'q deya olmaydi. Не, подожди, qaysi hayvon? O'zinglar ko'rasizlar. Не, подожди, нет, men rozi emasman, в смысле? Bo'l, kelishdik. Bunaqasini to'g'risi jonli birinchi marta ko'rishim. Jeko qo'shila oling yoki ketdi, Jeko. Davay. Jeko qo'shili, ketdi ana. Hozir sog'asmisiz? Qizimmi? Da'dir. Ha yo'q, bitta ko'rsatib qo'ying, qana sog'ada o'zi chiqarib beringlar, hech kim biz ushamaganmiz-da hali. Mana qaranglar. Ko'rib olinglar. Yunka, Ay, tepib qolmasin. Qani jonim, ketdi. Bo'lmayapti, yo'qmi, chiqmayapti. Uchini. Nima shovsan, Kamol? Bo'ldi. Xo'p, qani? Ana bo'ladi menga. Bolalar bosinglar. Davay Azam. Telegram sratnoyman. Davay! Iltimos. Sekinroq. Bormi halisida? Mana. Azimdan opiti. Men bir opitli bolalar bilinadi-da, opiti bor. Tepaga qilib yurgan ishimiz ham pastga qilarganmiz. Davay qizlar. Azim.
Yo'qmisan? Uyalsang bo'lardi. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Yelimchaklaridan qani? Kuchi yetmayaptimi? Chiqa salana qilish kerak. Shuni so'rab. Qani do'st? Sanam. Voy, qiyin ekan. Hozir bitta yunkani ko'raylik. Qani, ey. Ana nastoyashi. Men sun'iy o'rganib qolgandek bular. Yunga? O? Yana. Endi har kuni sog'ib yursa, Sho, eplading. Epladim. O Zarina. Voy. Oy. Ko'p narsa biladi. Gap yo'q Zarina. Zarina, to'kib qo'ymasin. Bitta akam ham sog'sinlar. Shu yoshga kirib hali sog'magan hech kimman. qo'rqaman. Qo'rqmang, aka. Yaxshi. Ha, kuyov bola, Davay Jeko. Boshqacha. Vibe boshqacha umuman. Eng zo'r tarafini aytaymi? Hammasi eng votdi-yu bu. Voy, mana bu san'at asari o'rtoqlar. Faqat onasini emadi. Hamma echkini olib qo'ysangiz, o'zini onasini topib oladi. Yo'q, Shundoq Messini ko'rib qoldim. Goat. Messi. Ko'k Jiguli klipini ko'rganmisizlar? Ko'rganmiz. Mana shu qiz chiqqan. Ha, mana shu qiz. Ko'k Jiguli, ko'k Jiguli. Mana. Eslatadi bizni Jiguli. Qo'shni kuli qizg'onardi seni mendan o'sha kuli ay ko'k jiguli Xo'sh, mana biz endi yo'lga chiqdik. Bizani bu qishloq bo'yicha gaplashilgan bir mashina bor. Hammamizni olib yuradigan va hozir biz bitta ajoyib joyga ketamiz. Shohriz qayerga ketamiz, jigarim? Ha, borganda bilishadi. Borgandami? Ana bo'lmasa, uje hozir sekin qorong'i tushyapti. To'g'risi men charchadim, qolganlar bilmayman. Azim aka charchadingizmi? Xafifsizmi? Azim charchamaydi, azim charchatadi. Ming dardga davo, Azimjon. Biz hozir o'rtoqlar mana shu Samarqand Urgut Omonko'tan qishlog'ida joylashgan lagerga keldik. Imенно Bahor lageri. Bahora lageri ekan. Bahora lageri. Qo'ysin, Samarqand Urgut Omonko'tanlik biratdan mana obunachimiz ekan. YouTube'da ko'rasizmi videolarni? Mayli, inson adashadi. Katta qo'rg'ondanman. Ha, voy uzr. Kamol akaga podpiska bosmasalang yashamanglar bu dunyoda. Yashashni ma'lum. Voy akajonim. Bitta kollaboratsiya ketdimi? Yunka opa, Dudosh, Zarina opa. Ashulasin bilasizmi bironta ashulasin? Bironta ashulasin. Ya ana jiz bizlar bilmayman. Men to'g'risi. Legenda просто, legenda. Ismini so'raman. Shohroz aka. Qavazada 3 yil Premier Ligada chiqqanman. Yaqinda may oyida o'tgan Afandi Super Ligasining chempioni, Damas sohibiman. Ikkita jiz biz, ikkita asal qiz, ana shu ayolimni qo'yib ketgan. Soqqa sanar dirsdir. Yaja, soqqa joygacha borman. San mani dardimni eshitganmisiz? Ha, uni eshitmagan odam bormi? Ana, plus rap qara, plus rapni. Bor. Siqilasizmi shoshlarni eshitganingizda? Yo'q, ko'rib, beaqti siqilganini ko'rib siqilaman, qo'shiqqa siqilmayman. Dardlarni ogiz keladimi, ogiz kelmaydimi? Yo'q, ko'tara olmayman ancha. Ko'tara olmayman. Ana bo'lmasa, buni qaranglar, azim. Yozuvchimiz. Emigras. Davay, baqir-chaqirlar bilan, ha? Alaykum assalom. Sizlar uchun men o'zimni necha yillik yaqin qadrdonlarimni chaqirib keldim. Sizlar uchun. Ashi boshqa dunyo. Qalisizlar, yaxshimisizlar? YouTube videolarimizni ko'rganmisizlar?
Mana biza hozir sizlarning qishlog'ingizga keldik. Qishloq 24 soat videosi ikkinchi qismini olyapmiz. Ko'ringlar, hozir videoni обязательно. Va o'zim endi mashhurligimizni ezdim. Mana shu videoda mana o'zingizlarga salom yo'laylar. Sizlar shu videoda chiqib olsizlar. O'zinglarni ko'ringlar mana. Mana. Eyo! O'rtoqlar. Sizlar uchun Samarqand, Urgut, Omonqo'tonda, Bahora hozir biz mana lagerida shuncha bizni obunachilar va hozir hammamiz birgalikda sizlardan bitta narsani so'raymiz. O'ylaymizki, o'sha narsani qilasizlar. Xo'p, tayyormisizlar? 1, 2, 3. Obuna bo'linglar. O'rtoqlar, obuna bo'lib qo'yinglar, davay. Unda o'rtoqlar biza mazza qilib bolalar bilan o'yin kulgi qilamiz. Pakajda hozir qishloqdamiz svet o'chib qoldi, lekin biza yo'lini topamiz. Bu bizaga xalaqit bera olmaydi. O'rtoqlar, bilmadim. Qishloqda 24 soat videosini 3-qismi bo'lishini xohlasanglar, yana eslatib o'taman. Mana shu videoda 100 mingta like bo'lishi kerak va kommentariya 25 mingta bo'lishi bilan biza balkim keyingi safar aynan sizning qishlog'ingizda mana shu videoning 3-qismini olishimiz mumkin. Aytgancha, qaysi qishloqda olishimizni xohlaysizlar? O'tganga Toshkent viloyatida oldik. Mana endi hozir Samarqandda. O'shaning uchun keyingi viloyatga yozib qoldiringlar. Let's go! Dosh, dosh. Давай. Jiko. Turing aka. Azim. Bolalar qishloqda tong otib turish kerak. Jiko. Kichkintoyim. Samarqand, Urgut, Omonqo'ton. Ana, bolalar uyg'ondi o'sha. Ozgina muzikalik motivatsiya kerak-da bizga ertalabdan. Qani, telefonimiz. Akam, turing akam. Azim tur. O'lib qolsani dori. Olaman buni. Olmayman. Pashsha bor ekan, uzuri pip qo'ysam bo'ladi. U umrimni yedi borib usholmadim, nikka kusholmadim-da shuni. Kim askilari? Havuz kerak. Hamma ancha o'ziga kelib oldi. Qalay kayfiyatlar qalay? Yaxshi dam oldinglarmi o'zi? Kayfiyat chotki. Bab havo toza bo'lsa-chi, odam bodri uyg'onar ekan. Havo toza bo'lsa, odam ham toza bo'ladi. Bodri uyg'onmadinglar lekin bolalar. Yo'q, ani turish bilan, energiya bilan turdingda. Yo'q, quyosh mamtga tushib turgandan keyin uyg'onadi-da, tipa. Sizlarda qalay bo'ldi? Dosh, qalay dam oldingiz? Bizda quyosh chiqishi bilan o'zimiz mundoq turdik. Zarina? Zarina nasriga qorish kerak boshda. Hali Zarina uyg'onmabdi. O'rtoqlar, biza hozir Perivalga otlanishimiz kerak. Shohroz, to'g'rimi? Bu yerdan qancha uzoqlikda? Bo'lsa kerak 15 kilometr. 15 kilometr uzoqlikda o'sha joyga borishimiz kerak va sizlarga bitta zo'r yangilikni aytishim kerak. Bunga majburman, chunki ko'ryapsizlar, bizani kechagi olib yurgan marsrutkamiz yo'q. Qanaqa boramiz? Bu yerda taksi yo'q. Bu yerda taksi ishlamaydi. Shuning uchun biza hozir ko'chaga chiqib, o'tayotgan mashinalardan paputka qilib, iltimos bizani olib borib qo'yinglar deb Perivalga ketib olishimiz. Ana bo'lmasa. Xo'sh, ketdik, yo'lga chiqamiz, mashinaga tutib ketamiz. Rostdan 15 kilometrmi? 15 kilometr, ha. Men o'ylashim bo'yicha oddiy mashinada borgandan ko'ra shunaqa mashina to'xtatib, iltimos olib borib qo'yinglar deb tekinga borish bu ajoyib imkoniyat. Aytgancha, Ko'p o'ylayapsan sen, bor bugun. imkoni bormi hozir yo'lda mashina to'xtatib, o'sha mashinada tekinga yetib olish Perivalgacha? Juda qiyin. Nimaga? Chunki hozir ertalab bo'lgani sabab patok kam. O'z qarasanglar ham kam. Mashinalar qaragin, to'la o'tyapti. Qiynalib ketdim. Bo'lin, ochkiymi, omonman. Ana farosatingiz ana. Nima qilgan farosatim? Nima otasiz buni? Qo'y anaqalar yeydi buni mollar. O'sha? Ye bo'ldingmi? Yo'madim-da. Mana molku, mana yeydi hozir. Ne molga otmadingiz, to'g'ri. Mol o'satga borib topib hozir. Ajoyib.
Без комментариев. Assalomu alaykum. Moshinalar kam-ku lekin harakat qilamiz deb to'xtatishga. Perivalga. O'ziga shuni qurs sotadigan joy bor-ku. Tashab qo'yasizmi aka? Akam, jonim akam, meni mehribonim akam. Qanaqa qizlarga? Qizlar o'ziga topib olsin. Jigarim. Voy, qayoqqa? Voy! Anonlar mashina tashlab qo'yar ekan. Bizni tashlab qo'yasiz. Bizlarnimi? Bizni tutar ekanmiz faqat. Nima? Вот это нечестно, честно говоря. Voy, ochingchi. Voy, nima qilasan? Nima qilasan, voy? Nima qilyapsiz? Voy. Olmami, bazgi. Ya, men qolaman. Azim chiqib oling jigarim. Piyostal, bratan. Minus bitta mashina. Sanga to'xtamayapti, Zarina. Ay be, bitta mashinaga san ham boshlamaganda qo'ysangchi. Ana, omadimiz keldi biza. Akam, ismingiz nima aka? Ismim Aziz aka. Aziz akamga gap yo'q. Misol bizni hozir mana qarang, hid bo'lmasin. Imkonimiz bor edi. To'g'rimi? Misol qizlarga joy berishchi. Lekin qizlarga любой mashina to'xtaydi hozir. Ishoninglar. Bizga to'xtamaydi, qizlarga mashina to'xtaydi-da. Biz hozir qolib ketgan bo'lardik bu yerda. O'zing to'xtasam? O'zing? O'zingiz. Uzr o'rganib qoldim. Menga tez o'rganib qoladi o'zi odam. Uzr. Ay xudoyim, quyosh urdimi? Endi turding. Balkimchi gap mashinada emas, Gap odamda? Gap balki sendadir. Minutga idoraga yetib kela olasanmi? Davay, tezlash. Tez faqat. Mashinasi bor ekan, mili bu o'z ishingiz bo'yichami? Yo'q, sizlarga mashina chaqirib beryapman-da. Akam lekin bilmading, meni nazarga ilmading, boraver men bormayman. Yuzigan? Bizlarnikimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, rahmat kattakon. Men sizlarni tashlab ketmadim, lekin sizlar meni tashlab ketyapsizlar. Turaylikmi? 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 Yo'q, ketaver bo'ldi, уже поздно. Bolalikni bir do'stim bor. Bolalikni. suv qaynab ketdi o'rtoqlar. Nima qilsa bo'ladi aka endi? Nima bo'ldi endi? Jigarim qoldimi shu yerda yarim yo'lda. Perival bu tepalikda joylashganligi uchun tepaligiga ko'tarilayotgan paytimiz Ko'tara olmadi, qizib ketdi. Suv qaynab ketdi. mashitda endi pavay o'tiramiz deb bunda suyanib. Mashina yo'q mana, qanday mashina yo'q. Bela. Hozir bizani qolgan sherilarimiz ham kelyapti, bizaja kulib. Ketdik deb ketdi, yarim yo'lda qolib ketib qoldi. Norozi bo'lishgan menimcha bizlar. Menimcha norozi bo'lgan, Dudosh norozi bo'lgan, Dudosh. Unitda Menimcha Dudoshga o'tmaydi. Maybe. Bitta Janatim akamdan ikkinchi Janatim akamga ham. Akam. Aka yaxshi. Alaykum aka. Hozir shog'irdlar nima bo'layotgan ekan? Assalomu alaykum. Perivalgacha. Nech pul? Farqi yo'qmi? Ketdim. Qaninglar? Mana. Xudoga shukr. Va nihoyat, keldilaringmi? Nima? Bizani qoldirib ketdilar. Bizani tashlab ketdinglar. Birinchi qizlarni qo'yinni ranjitdinglar. Sizlarga qaytdi ular. Karma biram. Uyga ketmalaring deb sizlarga kobul chaqirtirdi. To'ppa-to'g'ri. Seriozmi? Bizni chaqirtirdi sizlarga. Bizlar zarbani o'zimizga oldik-da. Yo'q, turdilaringmi? O'zlari kelib olib ketdilar, to'g'rimi? Kim xalqi berdi bu mashinani? Bazar yo'q. Biz hozir Perevaldamiz. Bu yerdagi atmosfera menimcha so'z bilan jigarim. To'g'risi, Shohruz gapirgani yaxshi, chunki Perevalda Shohruz mendan yaxshiroq bo'ladi. Nima deysiz jigarim? Xullaschi qizlar qurt sotish kerak. Sizlar nima qilasizlar? Qizlar. Sizlarchi? Bitta zo'r variant beraman.
Klient chaqirib beramiz. bitta berasan. Sizlar sotasizlar. Menda bitta boshqa variant bor. Duzosham ideyasi yaxshi. Ikkita jamoa ikkalanglarga ham bir xil qurt beriladi. Kim tezroq o'sha qurt sot bo'lsa, o'sha jamoaga 500 ming so'm beraman. 500 ming so'm o'zingizlarga qoladi. Kimdan olamiz o'sha qurtni? Tushunasizlarmi? Ertalab zastavляете нас что-то делать. Biz hali uyg'onmaganmiz. Ha, Dudosh Trezi sotib beradi o'zi. Давайте. Hop, Junetda qishloqqa dam olaman deb o'yladim men. Niye dam olmayman? Kecha shuncha ish qildik. Menimcha bo'lsa ham uxlaman deydi. Uxlashga kim xalaqit berdi? Uxlashga kim xalaqit berdi? Biz ham mazza qilib uxladik misol uchun. Sizlar qishloqda ko'ch payti nima qildinglar, unisini o'zingizlar bilasizlar. Bo'ldi, давайте qurt olishimiz kerak. Ha, hozir qurt sotishimiz kerak. Ikkita jamoa, o'g'il bola jamoasi, qizlar jamoasi. Hammaga bir xil qurtni bo'lib berish kerak. Bizda o'yin bo'ladi, kim birinchi o'sha qurtlarni sotib oladi 15 daqiqa ichida. Qurtni sotib beramiz. Ha. Harochi, menimcha boru grammlab olsanglar bo'ladi-da. 50 gram, 100 gram yo'q desanglar bo'ladi. Qarang. Bu yerda hozir ikkita jamoaga, to'g'rimi? Rayhonlik sizlarga bo'ldimi? Oddiy bolalarga bo'ldi. Qizlar, bolalar, landi o'yin boshlandi, ketdi, davay. Qaqa? Yo'lga, Yo'lga chiqmanglar. Qurt oling! Пожалуйста, stoy. yo'lga chiqib ketyapsanlar. O'zim qurtman. Men yutaman deyapman-ku. Qurt. Пожалуйста, akalar, пожалуйста, bizdan qurt oling, пожалуйста. Qurt oling, aka. Один пакетик bizdan. Video oting, o'g'il bolalar oling aka. 8 ming mana shu paket. Mana shu 100 grammi 10 ming. 10 ming. 8 mingga beramiz. Yo'q, 10 ming. Qarang, o'zi 15 mingda. Biza bittada 10 ming. Ularniki bo'lmaydi aka. Yo'q, rayhonli. Yeb ko'rasizmi? Не, YouTube'ga qo'y. Aniq. Mana. Ey, cho'tam. Assalomu alaykum. Okay, zo'ra. Yes. Voy, rahmat. Rahmat. Yo'linglar bexatarda. Zo'ra, okay, 15 ming. Aka, bahs qotu deydi, yutishimiz kerak deydi, olishingiz kerak. 15 iltimos aka, iltimos sizdan. Bo'ldi, to'xtang. Пожалуйста, stoy. Qizlar sotdi o'zi. Пожалуйста, to'xtang. Hop, taksi soka o'ylab ketdi bundoq qilib. Azam, siz bu yoqdan qilsang yo'lini. Jeko, siz bu yoqdan qilsanglar vozdухini. Azim chiqsan oldinroqga o'tib ketdi Azim. Voy Azim. Когда голова работает, диплом не нужен. Mashina yo'qdek. Давай, Yunnan, давай. Sen borgan bizni. Stoy. Men to'xting. To'xta. Aka, iltimos. Ya, birinchi o'zimni ko'rib to'xtasin deyapman. Voy, jangot. Assalomu alaykum. Пожалуйста, qurt oling, juda kerak, zarur. O'yinimiz bo'lyapti. Aka, qurtlar bor. Bir minut aka. Bir minut to'xtang. Пожалуйста, To'xta. Olmaydi deb o'tdi bunaqa. Aka, пожалуйста. YouTube'ga video otu deydi. Qurt sotishimiz kerak. Qo'shtir. Aralashmay bari kerak. Один пакетик 8 тысяч. 8 тысяч. Aka, Да. Пожалуйста, o'yin o'ynayapmiz. Bizni to'xtatdi. voy, chestimi, voy. Aka, men to'xtatdim-ku, men. Bo'ldi. Va, Shohruz Junetini kechga qo'yapti. Bizani klient edi. Bizni to'xtatdi-ku. Да, juda zo'r. Да. Спасибо большое. Всё, qo'lingiz dard ko'rmasin, ishingiz yursin. Siz duoda, siz har kun. Rahmat kattakon. Voy, Junetda yaxshi ish qilmayapsan. To'xta. Блядь. Yaxshi ish qilmayapsan, lekin. O'yinda deyman. Azim to'xtatdi-yu klientni. Yugurganniki emas, buyurganniki. To'xta, iltimos. Rahmat. 10 ming bering aka, bo'lmasam 10 ming bering, rozi bo'ling. Roziman aka. Tartibay, sog' bo'ling. Пожалуйста. Aka, assalomu alaykum. Iltimos, o'yin o'ynayapmiz, o'g'il qizlar, qurt oling. 8 ming. Oxirgi paket. 10 mingga sotdik, 8 mingga beramiz. Olasizmi? Mana. Oling. Bo'ldimi? Bo'ldi. 5 ming beraman, bizaniki 8 ming sotib ber. Ayoy. Kommentariyga yozib qoldiringlar. Agar mana shu nechasi desanglar, Junetda noto'g'ri deb yozib qoldiringlar. Junetda noto'g'ri. Kamol. Ha. Tugadi.
Tugadi. Nechta to'xtanglar, necha mingga sotdingiz общий? Mana 30 ming, 10 mingdan sotdik. 10 mingdan emas, 8 mingdan sotdi. 8 ming dedik, lekin bizga hamma 10 ming berdi. Va yutqizib qo'ydilar-ku. 15 mingdan qilib berdi-da opa bizga. Yutqizishni ham bilish kerak. Mana o'shalar mashina arzon qilib olsam. Assalomu alaykum. Aka qurtlar bor, olasizlarmi aka? 3000 so'mdan, mana shu 3000 so'mga bera olaman. 3000 so'm. Mana-da zo'r qurt, tosh qurt. Ha? Xola, biz sotdik, biz yutdik. Rahmat. Qo'llarim mani, молодец. Rahmat. Yo'q, yo'q, qizlar. Yeb ko'ring bittasini. Aka shu olganmi? Ketdikmi? Ha. Oxirgi eshitgan gapimiz qurt qattiqga cho'tdikmi? Ha. Jim ketdilar-yu. Uydagilarga onaga olib boramiz. Men bo'ldi, men yo'lda yeb ketishga. O'zimizga shuni sotib olamiz-a? Nega kommentariyaga nechasi qildi yozinglar. Men boraman deb 15 ming so'msam, yo biz 8 ming arzonroq olib ketdi. Qancha hurmat qilganing sari? Aka, olmayapsizlar-yu. Aka qurtdi. Aka, akamiz qurt sotar ekanlar. Sapojlik bez sapog deydi. Sapojning bis sapaga. O'rtoqlar shu joyda ham обязательно shuncha harakat uchun, shuncha mana azimiz siqilib qolgani uchun like bosmagan bo'lsanglar, bitta like. Har doim halollik yo'lidaman-da. To'g'ri, halol yutasiz. Sotdik, Yunetda qizlar gap yo'q, yutishda bog'lana. Xullas, hozir biz qiladigan ishimiz bu albatta non yopish. Jeko, men non yopaman dedi. Qizlardan kim? Men Non yopolaysiz. harakat qilib ko'raman. Ko'ramiz kimni nonni zo'rroq chiqarkan, o'rtoqlar. Ketdik. Mana shu tandirda yopiladimi aka? Qo'limizdan yuvib kelaylik. Aka qilib ko'rasizmi? Ha? O, Donika. Hayajon bor aka. Qana qilib qo'lda chiqasizlar? Aka qoching. Issiqmi? Issiq. Qoching Jeko. Yuzing yurdi. Qani Jeko? Xarosh. Bo'ldi, davay. Davay Doni. Aka bo'ling. Tezroq, tezroq, qo'rqma. Yaxshimi aka? Yaxshimi? Jeko 5. Yana bitta urib ko'ray aka meni. Masalan, shu yoshdagi bola даже yop olgan. Jeko yop olmaydimi issiqda, olovi bilan. Ko'ramiz. Olov bilan? Aka omad. Ketdi, davay. Qo'rqmang, oka? Davay, oka? Davay, davay, izidan, oka? Yaxshi urdi Jeko. Aka nima deysiz? Aka zo'ru, ha? Akam, jonim akam Jeko. Qani, Zarina endi siz. Zarina o'zing. Davay, qo'rqmasdan Zarina. Qanaqa ushlash kerak? Men o'rtasidan ushlab bitta tup. Unda ushlash kerak? Qani? Oy! Aka nima deysiz? Delo igras. Normalmi? Aka bitta olib bersa bo'ladimi? Yana bitta qilay. Yaxshi yopibdi, yaxshi. Oo, qishloqlik kelin ekan-da bu. Qishloqlik kelin-da, o'rtoqlar. Zarinichka. Aka bitta qilib bering menga. O, azim ham qiziqdi. Azim o'zi novoy bo'lgan ekan aka. Delegras. Delegras bo'lmadi lekin, yopish qoldi-ku bir-biriga. Azim. Yopishib chiqadi. Ikisi non bo'ladi. Hamma narsa ideal bo'lavermaydi, Jeko. Duo non bo'ladi. Duo non bo'ladi, qo'shilib non sevdirish kerak. Ikkalasini olib ketasiz. Gap yo'q. Yo'q, lekin hozir kutamiz deydimi, tayyor bo'lishini. Gap yo'q. Qo'limni kuydirib oldim. Qattiq Yo'q, yuzim kuymadi. Ichida turib bera oldim chunki banyada repetitsiya bo'lgan. Yo, men bilmagandim, ushlash mumkin emasligini. Bular. Voy, Jeko, Donika bu sizniki. Zarinanikini ko'ramiz. 10 qo'lda deydi. 10 qo'lda ikkitasi. Qani, hozir endi Zarinaniki. Ikkovi ham chiroyli chiqdi buni. Azim ekani. Yopishqoq. Ha. Endi Qaysi kimniki? Endi ikkita. Ikkita. Buni ko'rsatmaymiz. Buni ko'rsatib U bolani o'ziga beraveramiz. Bizda top 3 talikni ko'radigan bo'lsak, 3-o'rinni Azim oldi. Nonimizda shunaqa ahvol bo'lib qoldi, yopishda bu. Endi baho berish kerak. Non yopgan deylik. Bizning ishtirokchilar mutaxassis sifatida kimniki zo'roq chiqdi? Bu shlyapali Doniyormi yoki qizimiz Zarinami? To'g'risini aytsam, singlimizniki yaxshi chiroyli chiqdi. Lo'nda chiroyli urdilar.
Qo'llarini kuydirdilar. Qo'lini kuydirgani uchun birinchi o'rinni beraveramiz. Chiroyligi ham birinchi o'rin. Yuray, qaranglar mana yuray, azimda. Muncha odam yarata olmaydi yuraychani. Mana xohlab turib ham yuraycha qila olmaysizlar. Vot, o'shaning uchun men birinchi o'rinni yuraychaga bergan bo'lardim. Endi biza Men o'ylayapsizmi? qiz bola beryapti, endi bola qo'lini kuydirib oldi. Qiz bola Zarinaga, Zarina! Kommentariyaga Zarina Novoyni yozib qo'yasiz bo'ldi. Men nima dedim? Xo'sh, do'stlar, shu bilan biz mana qurtam sotdik, non ham oldik. Endi hozir menda bitta taklif bor. Uyimizga qaytamiz va kecha tarvuz bo'yicha musobaqa bo'lgandi. Ha, O'shani ko'rsak, ozgina ustida cho'milsak, tarvuz bilan non yesak. Men u chempionatni men organizatorimanmi, infantinosimmanmi? Infantino emas, buffersiz. Buffer jigarim 5 shop qo'ying-da. Ha. Azim yutdi bu chempionatda. Qatnashuvmidingiz? Ha? Tarvuzda ham? Bu joyda qatnashaman. Yutdingmi? Qarshimizda basseyn, muzdekini suvi bilan va biza plan qildik bolalar bilan qanaqa cho'milamizmi, tarvuzimizmi nima? Ya birinchi men o'zimni tarvuz bo'yicha chempionatim bo'yicha oydinlik kiritib olsam, hozirchi kommentariyaga yozinglar kim yutdi deb o'ylaysizlar. Men ungacha tarvuzdan olib kelaman. Hop, tarvuzni olishi bitta muammosi bor ekan lekin. Nima muammosi bor? Yuringlarchi Jeko aka, buni olish kerak. Tarvuzni Donika tushib. Hop, ol. Nima? Pidlichkani olamizmi akam mana qani? Yo'q, Shohruz yur. Nima qilsangiz hayotingizda doimo Shohruz bilan qilasizmi? Davay, Jeko. Bitta o'zingiz inisiativa olib, sakrab, mana ukalarim tarvuzni bera olmaysizmi? Bering aka. Yashagan umringiz tushmayman, nima? Bitta aka, mana suvda qolasiz, cho'milayverasiz bundoq aka. cho'zib o'tirguningizgacha Azimjon. Yo. Chempionat. Sal qolganda mikrofon qolib ketardi. Kejonim, sal qoldi. Eslab qoldi, esimga chiqib qoldi. Lekin tursuv yechmadim. Avtobusni qurtib ketaman, o'ynash kerak. Ladies and gentlemen, tarvuz bo'yicha turnirimiz mana o'z nihoyasiga yetmoqda. Esimda bor, 2 yil oldin chamasi Jeko Vines tarvuz tanlash bo'yicha mendan zo'r yo'q degan edi, to'ppa-to'g'rimi? Va bugun esa finalda Yunka birinchi marta tarvuz final. Birinchi marta tarvuz tanlashi. Tayyor bo'lsanglar, boshladik. Voy, yorilib ketdi. yorildi, svejiy aka. Voy, Jeko. 5 shol bo'ldi, 5 shol. Хорош. Делай, Jeko. Qara. Mana bunga e'tibor qaraysan. Bitta narsa aytaymi? Bu pokki anaqa tarvuz ekan. Pishib o'tib ketgan как будто bu. Bu tavrang turibdi. Bitta gap aytaman. Menimcha shunda hozir mana suvga tushib cho'milgan paytimiz qizni shu tarafdan chiroyli kesib tursa, biz mazza qilib ikkalasini ham zo'r deymiz. To'g'risi, do'stga g'alaba qozondi. Gapi. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, 3-2 1 ga Telegram. 1 2 3 Telegram. Krisic. Telegram. Yunada tarvuz olib kel. Hammaga xayr. O'rtoqlar, videoni shu yog'igacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Albatta videoga like bosinglar, kanalimizga obuna bo'linglar va Komol Qohorov YouTube kanalida keyingi videolarda ko'rishguncha ketdi. Haydang aka, xayr Samar Komol Quta ko'rishguncha, let's go! Xullas, Samarqand, Urgut, Omonqo'tonda hamma vaziyat esda qoldi. 24 soat o'tdi bo'lgan bo'lsa, 24 soat ichidagi har bir minut esimda. Endi eng qiziq joylari, menga yoqqan joylari, birinchisi o'sha eshak minganim tez ketib qoldi orada. Qo'rqib ham ketdim. Azim rul dedi, ataylab qildi menimcha. Eshakni mana bunaqa tortganiga tez ketib qoldi ham. Xullas, hech qachon qilib ko'rmagan ishlarimni qilib ko'rdim Omonqo'tonda. Впечатление bu mana uchun yengil emas, bu hayot. Keyin aniq tegib ketdi menga gapi. Bolchi kelib. Shimma bu.
Nima? Tushunma bu. Yo, tushmas, voy. Uyg'on. O'shazgina yuragiga tegdi. Internetsiz hayot esimda qoldi. Keyin eshikka minganim esimda qoldi. Shu anaqani organizatsiya qilgan Kamolga ham kattakon rahmat deb qolamiz. O'zimiz xohlab bunaqa joylarga kelib qolmas edik. Sababchi bo'ldi Kamol masjidga olib kelishiga. Deyman, qizlar bo'ladi, bolalar bo'ladi deganga, men yaxshi onasi bo'ladimi desam. I'm sorry. Daily grace. Men sizlarga hozir birinchi sovg'alarimizni ko'rsataman. Qurtlarni ko'rasizlarmi? Mana. Shuncha qurt, bu perevali haqiqiy qurti. Buni bizga просто tak berib yuborishdi. Tipa sovg'a sifatida berib yuborishdi. Menga har doim qishloqdagi eng yoqadigan narsa bu odamlarni bir-biriga bo'lgan mehri, mehmondo'stligi juda ham menga yoqadi. Shunaqa quruq qo'l bilan hech qachon qaytarib yuborishmagan, hech qachon. Eng esimda qoladigan lavha biz qurt sotganimizda va nihoyat o'zimiz yutganimiz. Vot. Azimlarni yutdik. Qo'rqib ketdim. Ilon deb o'yladim. Nimaga bu safar yana yig'ladi? Ketaman hozir, ketaman. Mana shu tushuntirib ber, nimaga? Ketaman. Endi esim g'alatda. Короче, lagerga bordik. Lagerda juda ham ko'p yoshlarda. Meni kontentimni yoshlar ko'radi deb o'ylamagandim. Men mayli hech kim tanimagan bo'lsa kerak deb endi chekkaga o'tirgandim-da. Yonimga qizlar yugurib, tavba bo'lib yugurib keldi-da. O'sha payt endi xafa bo'lishga tayyor bo'lgandim. Xafa bo'lishga tayyor bo'lganimda hamma kichkinalar kelib meni achomlab oldi-da. Yig'lashimni ko'rishni hech kim xohlamagandim. Men chiqib ketgandan keyin ko'z yoshim chiqyapti, kameraman yonimga olibdilar-da. Nima bo'ldi? Aytgancha buni o'zim yopganman. Go'zalligini qaranglar, asalligini qaranglar. Takoymi? Odamlarni mehribonligi, ko'ngil ochiligi, hamma bilan bir-biri bilan hurmat bilan gaplashadi. O'sha kamdan kam bunaqa narsani shaharda ko'raman. Xo'sh, o'rtoqlar, aslida mana shuni hammasini boshlagan inson hozir qarshilarda o'tiribdi. Birinchi va muhim gapim bu albatta, bu shunchaki ko'ngilochar loyiha. Xullas, mana shu videoda ko'rgan hamma narsalar bu do'stona, hazil biz hammamiz o'rtoqmiz va ortiqcha qanaqadir asabiylashib o'tirish shart emas. Bu shunchaki video hamma sizlarga yoqishi uchun, hammasini kayfiyatini ko'tarish uchun. Aholisi mehribonligi, shunchaki boya mana o'zingizlar video davomida ko'rdinglar, yo'l yuziga chiqib endi paputkada ketamiz deyotgan joyimiz Perivalga yetgangacha. Birinchi ko'rgan mashinamizni o'zi bizdan olib ketishga rozi bo'ldi. O'zlari taklif berdilar, yuringlar bolalar olib ketaman dedilar. Videoni shu yoqgacha ko'rgan bo'lsanglar o'rtoqlar, iltimos qilib qolgan bo'lardim. Kommentariyaga shunchaki bitta plus yozib qoldiringlar agar videoni rostdan shu yoqgacha ko'rgan bo'lsanglar. Avvalambor sizlarga kattakon rahmat, bizani kuzatayotganingiz uchun, bizga obuna bo'layotganingiz uchun, like bosayotganingiz uchun, chunki bizani mehnatimizni qadrini, mevasini aynan biz shunaqa bo'lishini xohlaymiz va bu bizga motivatsiya beradi. Xudo xohlasa va'da mana shu videoyimizni 100 mingta like bo'lsa, mana shu videoni kommentariyasida 25 mingta kommentariya bo'lsa va biza xudo xohlasa mana shu videoning 3-qismini qishloqda 24 soat 3 albatta ko'rasizlar. Aytgancha qishloqda 24 soat 3-qismi aynan qaysi qishloqda bo'lishini ham o'zingizlar hal qilasizlar. Shunchaki taklif variantlar bo'lsa albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. Balkim keyingi safar aynan sizning qishlog'ingizda siz bilan birga ko'rishishimiz mumkin. Kuzatishda davom etinglar. Xudo xohlasa hali bu boshlanishi. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Let's go! Samarqand, Urgut, Omonqo'ta, Sila.